Assalomu alaykum. Bitta savol bor. Qiziq turgan savolga javob bersiz bo'ldi. Stop! Toming ketdi. Nima hammang gapiryapsan? Xotin kishiga o'xshab. Bitta savol ber. Ko'zlaring o'ynatma menga. Masalan, o'rtaq emasman. Bitta savol ber. Bir marta vaqtim bor. Men ingliz tilini yaxshi bilaman. O'shanga qorovulchilik kasbini egallasam bo'ladi, nima deysiz? Paki. Nima deding? Qorovulchilik qilsam bo'ladimi ingliz? Inglizlar keladi. O'g'irlikka inglizlar tushadi deb o'ylayapsan? Ber yana savol. Eriy aka hayotiy tajribasi juda ham katta. Nima kasbni egallashni maslahat berasiz? Nima kasbni egallasang egalla uka. Motivatorlik qil, banklarda ishla, lekin santexniklik qilmasang bo'ldi uka. Nimaga aynan santexnik bo'lmasligi kerak? Oson emas. Santexniklikni ko'tara olmaysan. Chunki santexniklar polli soqqa santexniklarda bo'lib turibdi. O'zim ham santexniklikdan chiqqanman. Tushunyapsan-a? Ertaga puling ko'payib, bozor tusaringni bilmay, har xil ishlar qilib qo'yishing mumkin. Buni santexniklar o'ziga qo'yib beraveringlar. Kelishdik-a? Santexniklikdan chiqib kelganman deyapsiz. Bu santexniklarning muvaffaqiyatining siri nimada? Juda chiroyli va muzeyga qo'yib bergan antikvar savol. Bunga men hozir podrobniy bosqichma kompleks tarzda javob beraman. Santexniklar muvaffaqiyatining siri bu